Ba'zi birlar aytadi, top o'ynasa top o'ynama. Bu palonchining kallasi. Bekorlarda aytibdi. Top hech kimning kallasi emas. Top o'ynasa hech qanday gunoh bo'lmaydi. Faqat o'sha top o'ynashlikda qumor o'ynamasa bo'ldi. Yutqizgan osh qilib beradi, yutqizgan stadionda pulni to'laydi demasa bo'ldi. Yoki futbolda deb bir-birini urushmasa bo'ldi. Futbolda deb bir qanaqadir yaxshi amallarni kechiktirmasa bo'ldi. Shu hech qanday zarar yo'q narsa, sog'liqqa foydasi bor. Chunki siz bilan menga doktor aniq doktorga borsangiz yuguring deydi. Qattiq yuguramiz hozir biz. 1 kilometrdan keyin tamom bo'ladi. Top bo'lsa 5 kilometr yuguramiz. Yumanadi orqasiga yuraverasiz-da. Sport sog'liq garovi-da. Shuncha aytadiki, bolang suzishni bilmasdan o'lsa qiyomatda javob berasan deydi. Nimaga siz suzishni o'rgatmaganliging uchun deydi. Sport haqida. Sportga qarshi odamlar ham albatta bor bo'lsa kerak oramizda. Hamma o'zini ham, farzandini ham sog', epchil, jismonan baquvvat, kasal bo'lmagan, quvvatli bo'lishini xohlaydi. Ammo hamma ham mana shu narsaga kerak ishni qiladimi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jismonan sog'lom, quvvatli bo'lishiga qattiq haris bo'lganlar. Ayrim odamlar aytadi, sport bilan deydi shug'ullanishlik odamni viqoriga, haybatiga, bizning tilda avtoritetiga to'g'ri kelmaydi. Yugurib yurishni tasavvur qil, domlani deydi. Chunki odamlarning nazarida qora aka degani yoki musulmon degan umuman sport bilan shug'ullanmaydigan, doim siparishda biroz so'zsa ham indamay ketaveradigan, shu eshib turadigan odam tushunishadi. Qora aka degan haligi muloyim qayqa boshini yiqib turadigan emas. Sportsmen, zo'r baris, yo zo'r futbolist yoki bir zo'r yo'l atletika bilan shug'ullanadigan, ham qori, ham mulla, ham sportsmen bo'lishini xohlamaysizmi bolangizni? Chunki bizga ana shu dinsizlik davrida dindorlarni shunaqa deb tushuntirib qo'ygan miyamizga.